Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, salomatmisizlar, charchaymizlarmi? Shu oddiy rezinka bilan va oddiy bir kushetka, ya'ni o'sha uyingizda har kuni o'qiydigan joyingizda oddiy mashqlar qilib, birjada mustahkamlashni, o'sha birjaga tushadigan nagruzkani kamaytirish maqsadida zo'r mashqlar o'rgatib qo'yaman. Sizlar uchun ham zo'r mashq o'rgatib qo'yaman. Qarang. Qo'yamiz. Mana qarang. Bir mana. O'ng taraf bosiladi, chap taraf ko'tariladi mana. 1 2 3 4 5. Chunki juda ham ko'p insonlar mana ketdi mana. Qo'lim ham ishlatmadim. Sabab tizzamizda artroz kelib chiqish ko'p sabablardan biri bu yerda qaynash yaxshilanmaydi, qarishni boshlaydi. Sizga mana bitta misol keltirib beraman. Mana bu normal suyak, mana bu qarigan suyak. Ko'p yoshi katta insonlar 60-70 ga kirgan insonlar suyaklar shunaqa qarib strukturasi o'zgarib ketadi. Ko'plar ki operatsiyaga ketib qolishadi. Mana bu normal suyak, qarang, mana suyaklari o'tkir, yaxshi, to'rtburchakda. Yana strukturasi o'zgarib ketib qolgan. Mana shu mashqlarni qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hech qachon kasal bo'lmaydi.